yoshgacha bo'lgan bolalar, autist bolalar, rast bolalar, sensorniy dezintegratsiya bilan bolalar juda ham ko'p. Tug'ganimdan keyin 2 marta pristup berib, reanimatsiyaga tushib qolgan paytim bo'lgan. O'zimda shu narsani qo'llash uchun hijomani o'sha yurak tochkalarini o'zimda qo'llaganman. Alhamdulillah 5 yildan beri men kardiologiya bo'limiga kirmayman. Demak, hijomi sizni operatsiyadan, yurak operatsiyadan sizni qutqarib qoldi. Hijomi. Ya'ni oyisidan boshqa yoqda buvisinikida yashagan bola, qizchamiz, kichkina qizcha edi. Aytganimni qilib berishgan. Biz bir oyda ancha o'zgarish qilganmiz. 3 oyda bolada zo'r natija qilganmiz. Nega aynan oyisidan uzoqlashtirish kerak bo'lgan? Chunki onasida duduqlanish bor edi-da. Xafa bo'ladigan joyim bo'lganda, bir ayolga 7 yilmi 8 yil farzand bo'lmagan, u ayolda zulu qo'yganman. 2 etapli zulu muolajasi olingan. Menga telefon qilyaptiki, men sizga kelmasimdan oldin menda mioma yo'q edi, kista bilan deyapti. Bir yoq tuxumimda kista bor ekan, bir yoq tomonda mioma bor ekan deyapti. Vaholanki miomaga ham, kistaga ham zulu qo'yiladi. 1 yildan keyin qayningiz telefon qilib aytadi, keyin egizakli farzandli bo'ldilar, bitta qiz, bitta o'g'illi bo'ldilar, lekin o'sha paytda homila ekan deyapti. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz siz uchun juda ham foydali va manfaatli bo'ladi. Sababi bu suhbatda farzandingiz uchun va o'zingizning sog'lig'ingiz uchun juda ham kerakli ma'lumotlar bor. Birinchi navbatda o'zingiz uchun qanaqa ma'lumot bor? Siz hijom va zuludan bepushtligiga davo borligini bilarmidingiz? Bugun aynan shu suhbatimiz haqida bu narsalarni eshitib olasiz. Bu narsani hali hech qanday aytmagan shaxsiy mavzularim ham bor va logoped defektolog tomonidan hattoki 3 oylik bolamizni nafaqat biz o'z logoped defektolog gapirishgagina ta'sir o'tkazadi deb o'ylashadi, lekin bu narsada sizni 3 oylik bolada emishga yordam berish, emish refleksini rivojlantirishga yordam berganlari, bitta bolani hayotini saqlab qolgan to'g'risida shunaqa chiroyli suhbatlarimiz bor. Xudo xolisa, bismillah deb boshlaymiz, eshitamiz oxirigacha. Inshaalloh sizlarga va menga xayrli suhbat bo'ladi. Suhbatning oxirida ketgan vaqtingizga ham achinmaysiz. Megabayt vaqtdagi hech narsaga achinmaysiz. Bu suhbatda albatta eshitish kerak va yaqinlarga yuborib qo'yish kerak bo'ladi. Oldindan ogohlantiraman. Bugungi suhbatimizda kimlar bor? Oliy toifali vrach, logoped vrachimiz bor va O'zbekiston Xalq taboatining assotsiatsiyasining a'zosi hijomi bo'yicha Barno Sabitovani chaqirganmiz. Hozir sizlar bilan birma-bir bu oliy toifali o'qimishli insonlarni, ya'ni sizlarga juda ham kerakli bo'lgan insonlarni birin-ketin tanishtirishni boshlayman. Birinchi tanishtirmoqchi bo'lgan insonimiz defektolog logoped, oliy toifali Gulyamova Nigor opa. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni men hozir o'zimni auditoriyamga tanishtirishni xohlayapman. Sizni nimaga aynan sizni tanlaganim, qatlida o'qiganlaringiz, O'zbekistonda bilaman sizni tanlayotgan paytda juda ham ko'p bolalarga shifo bergansiz. Shaxsan o'zimni janimga ham qaragansiz, o'shaning uchun tanlaganman sizni. Tanishib qolganmiz. Shundan tanishganmiz. Tanish shundan bo'lgan, o'zimni akamni farzandlarini davolab berganlar. Nutqda muammosi bo'lgani uchun o'zingizni birinchi o'chirib tanishtirib bersangiz bizga. Qatlida o'qigansiz, qanaqa bu sohaga qiziqqansiz? Men defektolog logopedman. Bu sohada 4 yil o'qiganman. Bu sohaga kirib kelishimda onamni va opamni o'rnilari katta. Institutdagi bilimlardan qoniqmaganimdan keyin kurslarda o'qishni boshlaganman. O'zimizda O'zbekistondagi, keyin Amerika, Belorussiya, Turkiya davlatlarida onlayn kurslarda o'qiganman. Chet ellarda ham bu narsa rivojlangan ekan demak. Ana bizga masofali o'qish rivojlanib ketgani bizga qo'l kelib, shunaqa chet davlatlari bilan shunaqa qilib o'qiyapmiz. Hozirda psixonevrologiyada Moskovskiy MGUda o'qiyapman psixonevrologga. Xudo xolisa 2 yildan keyin diplomированный psixonevrolog bo'laman. Rost mana logoped defektolog bilan psixolog, nevrolog nima farqlari bo'ladi? Endi men sohada ishlaganimda juda ham ko'p bolalarni hozir ilk yoshda muammolar bilan ko'p kelishyapti-da. Juda ham ko'p bolalar. O'zim juda ham qiziqaman sohamga. Ko'proq izlanishga harakat qilaman. Klinikani o'qiganimda rosa o'sha nimadan kelib chiqyapti,
qanaqa biza yordam bera olamiz, o'sha narsaga juda ham qiziqqanim uchun psixonevrologiyaga topshirdim. Qabul qilindim, hozir o'qiyapman. Bu yerda ham muammolarni sabablari, muammo kelib chiqmasligi uchun nimalar qilish, kelib chiqib bo'lgandan keyin qanaqa yondashish, hammasi o'qitilyapti-da. Juda ham foydali. Biza как pedagogmizda, o'zi defektologda biza korreksionniy ish olib boramiz. Psixonevrologiyada ko'proq boshqacha yondashuvlar bilan, ya'ni miyani stimulyatsiya qilib yondashib turib mashg'ulotlarni o'tkazish o'rgatilar ekan. Muammo o'zi qaysi miyada qaysi zonalarda problemalar bor, o'shalarni o'rganib turib, hammasini birgalashib ishlash zo'r effekt beryapti hozir. Masalan, shogirdlarimga ham o'rgatyapman, ishda qo'llayapmiz, natijalar zo'r bo'lyapti. Hozirgi kunda sizni o'zingizni klinikalaringiz bor. Shahar bo'ylab nechta klinikangiz bor? Shaharda hozir 2 ta filialda ish olib boryapmiz. Mutaxassislarimiz yaxshi, родительlar hammasi довольны, natijalarimiz zo'r. Asosan hozir mana 2 ta filial bor. Shaharda o'zi hozirgi paytda bitta joy ochib turib, uni filialni ochish bu juda katta mehnat talab qiladi, ya'ni natijalar talab qiladi. Inson hech qachon natija bo'lmagan joyga bormaydi. Ya'ni hozirgi paytda bizlar onalarimiz o'sha hamma narsani bilishadi. Zamonaviy naqada yashayapmiz, ya'ni hamma narsa ekranda ko'rinadi, bilinadi, internet tarmoqda yashayapmiz. Kim yaxshi, kim yomon o'zifli bilish oson bo'lib qoldi-da. Sizni logoped sentringizga aynan qanaqa bolalar ko'proq kelyapti? Hozir ko'p, juda ham ko'p 3 yoshgacha bo'lgan bolalar, autist bolalar, ras bolalar, sensorniy dezintegratsiya bilan bolalar juda ham ko'p. 5 yoshda gapirmayotgan bolalar, shunaqa bolalar juda ham ko'p. Bizning massaj markazimizda ham juda ko'payib ketdi, bolalar gapirmayapti 2 yoshda. Paytlarda shunaqa bu yerda biz ekologiya buzilib ketgani, yeyotgan narsalarimizni tabiiy emasligi ham juda katta rol o'ynayapti. Keyin mana Covidlar o'tkazishdi. Hammasi o'sha onada bo'lgan muammolar bolaga o'tadi baribir. O'zini asoratini ko'rsatmay qolmaydi. Men yana bitta narsani bilaman. Oldingi paytda bizning buvilarimiz, onalarimiz bolalar bilan o'tirib birma-bir shug'ullanishgan. Bu oq, bu qora, buni oldi, berdi, qo'ydi. Shunaqa shug'ullanishlar ko'p bo'lgan. Hozirgi paytda oldin yani buvilarimizni mashg'ulotdan o'rgatishgan. Hozirgi paytda zamon bolalariga qarasam, telefonda bo'lishadi. Telefon berib qo'yishgan, chaqaloqli paytdan yo televizor, yo telefon, yo planshet. Bizning bolalar o'sha telefonga mukkasidan ketib qolib, gaplashishni bilishmayapti va aksari holatda telefonda ko'rishayotgan narsalar, misol uchun Nasya deganni men ko'rdim, juda ham erkatoy qiz bo'lar ekan, aytganini qildiradigan qiz ekan. Mana shunaqa videodan o'rnak olib ham gapirish, o'sish orqada qolyaptimi? Shu ham sababmi? Birinchi navbatda telefonda bola ko'p o'tirganda atrof muhit bilan aloqani yo'qotib qo'yadi. Ya'ni o'sha o'zi organizmi olish kerak bo'lgan energiyani, ощущениyalarni telefondan oladi-da, atrofdagi aloqani yo'qotib qo'yadi. Boshida bilinmaydi. Onalar jim o'tiribdi, qiziqyapti, o'sha yerda so'zlarni qaytaryapti deb xursand bo'lishadi. Biz hozirgi zamon onalarga bola jim o'tirsa ishlarimizga yo'l guryapsiz deymiz, balki vaqt qisqarayotganidir. Ya'ni shunaqa muammo bor. Hozir masalan uylarni chiroyli qilib qo'yish moda bo'lgan. Zo'r remont qilishadi, hamma narsa akkuratni turishi kerak. Sinadigan narsalar ko'p. Chizishga, yoyishga, bir narsa anaqa ixtirolar qiladi bolalar, masalan, nimadir yoyib ko'radi, biz shunaqalarga ruxsat berishmaydi-da. Chizish, yoyish, demak bu motorikalar rivojlanishga yordam berar ekanda. Bola hislar orqali rivojlanadi. O'sha hislarni his qilmagandan keyin oldinga yurmaydi-da bola. Telefonda ham xuddi shunaqa, faqat telefondan oladi, atrof bilan muloqotni yo'qotib qo'yadi. 3 yoshga kelib, o'sha qarasa tengdoshlaridan orqada qolyapti. Keyin o'sha uyg'onib qolishyapti onalar. Juda ham shu muammo bo'lyapti. O'shanda ham onalarning uyg'onayotgani aksari holati uni bolasi gapiryapti, meni bolam gapirmayapti degan tushunchaga bordi. Ba'zan shunaqa holatlarni ko'ryapmanki, onalar kelishyapti, nima qildi, gapirmasa kerak payt gapirib ketadi degan holatlar ham bor. Keyin gapiradi deyshadi, adasi kech gapirgan deyshadi. Hozirgi zamon unaqa fikrni uncha qo'llamayapmiz, chunki oldin gadjetlar unaqa rivojlanmagan bo'lgan. Ham hozir juda ham giperopeka ko'p. Ya'ni bolalarni shunaqa papalab katta qilyapmiz. Bizning paytimizga to'g'ri kelib qoldi. Bizda misol uchun men eslayman,
onam rahmatli urishardilar urardilar bu yoqqa kelgin bolam derdilarda urmayman deganda odamlarga ishonchi bo'lib bo'lgan bu yoqqa kelgin urmayman deganda man kalta yerdim biz rosa urib urishib baqir chaqir qilib va o'chir ovozingni xuliysan deb katta bo'lganmiz lekin hozirgi bolalar mumkin urish emas. mumkin emas. nega men bizga kelganda tugab Endi qoldi shunaqa deyishyapti-da, hozir giperopeka kuchayib ketgan. Ani babushkalar juda ham erkalatishadi, yig'latmanglar va qo'yinglar, tegmanglar, ovqatini vaqtida qilib beradi onalarni, nechida qonni ochishini biladi. Nima jest qilsa, masalan, desa, voy suv ichgisi kelyapti deyishadi. Bolaga o'sha narsani his qilishga imkoniyat bermasangiz, bola o'smaydi. Qonni ochganini his qilmasa, bo'ldi, bola qonni ochish qanaqaligini bilmaydi-da. Shunaqa qilib giperopeka kuchayib ketgandan ham shunaqa muammolar kelib chiqyapti deb giperopeka ya'ni biz ularga haddan Haddan ziyod ziyod g'amxo'rlik qilyapmiz. yengillik ham yaratib beryapmiz u desa Masalan, bu voy havo sal salqinlashsa shapkalar kiyg'izamiz. Paypolada yuradi постоянно. Uyingizda havo stabilniy bo'ladi-yu, mana siz ham naskisiz yurgan paytingizda bolani ham shunaqa yurishga qo'yib berish kerak. Bola his qilib ko'rish albatta kerak. olmoniyda motor rivojlanadi Shapkasiz yurib ko'rish kerak, ozgina yengilroq kiyinib ko'rish kerak. To'g'ri, umuman tashlab qo'yish kerak demayman. No, Uni ham bolaga his qilish imkoniyat kerak. berish kerak. onalar eshitdinglar qanaqa ma'lumotlar sizlarga berilyapti giperopekada kuchayotgan ekan ya'ni juda ham bolani papalab yuryapmiz hamma sharoitini qilib beryapmiz his tuyg'usini chiqarishga imkon bermayapmiz Даже mani o'zim 1,5 yoshli qizim bor, shunaqa muammo bo'ldi. Kech yurdida. Keyin o'ylab qoldim, 1 yoshdan oshdi, yurmayapti hali. Men yurishiga imkon bermayotgan ekanman deb o'ylab qoldim. Chunki yonimda doim mashinada yonimda yuradi, ishxonaga kelamiz, qizlar yordam beradi, ko'tarib yuramiz, uyda buvilari ko'tarib yurishadi, adasi. Faqat qo'lda. Keyin o'sha paytda o'zimga stop dedim. Ozgina imkon berdim, yerga qo'ydim, ko'proq yerga qo'yishga hammaga qo'yib yuboringlar. Qizim sirazi yurib ketdi shundan keyin. Demak, menda ham giperopeka, o'zim ham giperopeka qilganman degan xayol o'tdi-da. xuddi hozir bizni qanaqa bolalik o'tkazgimiz kelgan bo'lsa o'sha narsani bolalarda o'tkazib beryapmiz bolani o'zini bolaligini bermayotgan joylarimiz ham bo'layotgan ekan hozir gapingizdan o'ylab manda shunaqa ma'no kelib chiqyapti giperopeka kuchayib ketgan ekan onalar gapirmayotganda ham telefonni ham lekin o'rni katta Juda ham katta. Iloji boricha kichkina yoshda telefon berish kerak emas. shug'ullanish kerak gaplashish kerak Gaplashish ol kerak. qo'y ular chunki tashqaridan energiya nima qilsa o'shani o'rganadi O'rgatish kerak. Qaysi mana bola yig'layaptimi? Birinchi navbatda bolani o'rganish kerak. Qachon yig'layapti? Qanaqa vaqtlarda, qanaqa mahalda, nima sodir bo'lsa yig'layapti. O'sha paytda o'chir desangiz, bo'ldi. Bir xil bolasini urib tashlaydi, boshqa o'chir desangiz bola o'smaydi, rivojlanmaydi. Har doim aytaman, shunaqa paytda bola bilan teng bo'lib olish kerak. Bo'yini bo'yiga teng qilib olish kerak. Yo'q ko'tarib olsin yoki o'tirib olsin, bolani quchoqlasin обязательно kuzatish kerak. Bola qaysi holatlarda shunaqa situatsiyaga tushyapti. O'shani bo'lmasligi uchun imkon yaratib berishimiz kerak yoki yechim berishimiz kerak. Bola yechim topa olmaydi o'zida. Yig'layaptimi? O'sha nimagadir yig'layapti. Bumi desa, bola qaysi birinidir ko'rsatadi. Yordam berishimiz kerak. Mana eng kichkina yoshda, 2 yoshdan oshganda bolaga men har doim onalar olib kelishadi. Hamma funksiyalari yaxshi, gaplarni tushunadi-da, faqat gapirmaydi deyshadi. Asli bunga so'zlarni ayttirib ko'rganmisizlar desam, yo'q, ayttirib ko'rishmagan. Eng sodda so'zlarni o'rgatish kerak. Ada, oyi, mana, ber, ol, qo'y, shunaqa so'zlarni aytganda pozitivniy anaqa reaksiya qilsangiz, bolada o'sha narsa mustahkamlanadi. Kulib qo'ysangiz, молодец desangiz, voy sen zo'r etyapsan deb anaqa положительный reaksiya bersangiz, bola, "Voh, men zo'r qilayotgan ekanman, mana shu gapim uchun quchoqlab qo'ydi." yaxshi gapirsa erkanib ketib qolamiz, to'g'rimi? Shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Shunga o'xshagan narsa. Xo'p, sizga yana suhbatga qaytamiz. Bizda hozir yana bu suhbatimizni jarayoni baribir men o'quv kursimda nega aynan sizni tanlaganim bo'lganda, u mavzuga qaytishdan oldin hijomaga kiramiz. Xo'p, Barnopa O'zbekiston Xalq taboatining assotsiatsiyasining a'zosi Barno Sapitova bo'ladi. Barnopa, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirsangiz, necha yildan beri bu sohadasiz, qanaqa kirib kelgansiz? Bizga bu juda ham qiziq. Biz o'tirishamiz sizni chunki endi tanishyapti.
bu sohaga kirib kelishimni birinchi sabablardan bittasi o'zimni sog'lig'im bo'lgan. Sog'lig'imda ozgina muammo bo'lgan. Menda 3-tug'ruq juda qiyin o'tgan va men yurak operatsiyasini kechirishim kerak bo'lgan. O'zingiz? O'zim, yuragimni operatsiya qilish kerak bo'lgan. Uning uchun farzandim tug'ilgandan keyin operatsiya bo'lishim kerak bo'lgan. Lekin hech qaysi operatsiyada va'da berishmas ekan, 100% yaxshi chiqishi uchun garantiya yo'q deyishgan. Keyin unaqa bo'ladigan bo'lsa, bu yurakda ko'proq bo'lsa kerak. Ha, nozik, hamma ham qilolmaydi kardiologiya. U narsaga hech kim va'da bermaymiz, 100% yaxshi bo'lib ketishini deyishgan. Bu bitta omili bo'lsa, ikkinchi omili o'zimni qaynotamgili gipertoniklar ular, ya'ni davleniya oshib ketaveradi ularda. Hipertonik degan davleniya oshib ketish. Tushuntirsangiz. Davleniya oshib ketaveradi ularda. Davleniya oshish holati bo'ladi, keyin saharligi bor, ya'ni qand miqdorligi oshib ketaveradi. Bir kuni bizanikiga hijomatchi kelganda dori beryapmiz, boshqa qilyapmiz, ular yaxshi bo'lishmayapti-da. Lekin hijomatchi kelib hijoma qilganda oyjonning ahvoli asraz yaxshilandi-da, yaxshi bo'ldilar. O'shanda men hijomaga ozgina ishtiyoqim, nima deydi? Mehrim oshdi. Ishtiyoq nimadan paydo bo'ldi? Natijasini ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Natijasini albatta ko'zim bilan hijomaga kirib kelishingizga qaynona va qaynota sabab bo'lishgan. Albatta ular sababchi bo'lishgan. Kasallikni davosini ko'rganingizdan keyin. Albatta ular sababchi bo'lishgan. O'shanda o'ylab qoldingiz, meni yuragimga ham qilsam bo'lar ekan dedi. Ana to'ppa-to'g'ri o'sha yuragimga qilsam, men yaxshi bo'laman degan fikr bo'lgan. Shuni orasida men o'zim o'quv kursi, massajga o'qib yurgan paytim bo'lgan. Massaj o'qiganman, meni ustozim o'sha massaj anaqalarini o'rgatyaptilar, texnikalarini, lekin orada hijomani ham aytib ketyaptilar-da, o'sha hijomat tochkalari bor deb. Bizani guruhimizda bitta hijomachi ayol bo'lganlar-da, ular hijoma qilganlar, ular aytardilar, "Mana tochkaga qo'ysa yaxshi bo'ladi, yuragiga yaxshi tochka." Ana o'shanda men o'ylaganmanki, yuragimga demak, men operatsiyasiz yuragimni davolay olmayman deb o'ylaganman-da. Shunaqa holat bo'lgan, hijomada shogird tushganman. Massajdan hijomaga o'tgansiz. Massajdan hijomaga o'tganman. Lekin o'sha hijomani tochkalarini ko'rib yurgan paytimda to'lmaslik bo'ladi o'zingizda, darslikni yaxshi qila olmaslik. Yana savollaringiz bo'ladi, boshqa bo'ladi. Izlanishni boshlaganman. Har bir patsientni o'sha hijomani tochkalarini yozib borganman. Ya'ni kardiologik nima kasallik bo'ladigan bo'lsa, yurak bilan bog'liq nima kasallik bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa ehochi bilan bir kun vaqtim ketkazganman, eho bilan o'tirganman, kardiolog bilan gaplashganman. Nima deydi, mutaxassisi bo'lishingiz uchun o'sha narsani ichiga kirib borishingiz kerak ekan. To'xtab qolish kerak emas. O'shandan boshlab men aniq tochkalarni o'rganishni boshladim. Ya'ni yurak kasalligida qaysi aniq tochka. Men atlas bo'yicha ishlamayman. Hamma mendan so'raydi, kitobingiz bormi? Qo'llanma bering, kitob bering deyshadi. O'zbekistonda ko'pchilik atlas bo'yicha ishlaydi. Atlas bilan ishlashadi. Bir xil narsa atlas. Men uni inkor etmayman, o'ta xatolik deb aytmayman, lekin men undan ko'nglim to'lmagan. O'zingiz avtorskiy texnikam bo'yicha, mana sizda ham avtorskiy texnika bor. Men siz darsligingizga kiraman, kirib o'tiraman, to'g'risi maza qilaman. Haqiqatdan ko'zim oldida do'pposlik qilib berganingizda men hayron qolganman. Lekin bitta narsani ham aytib o'taman. Men sizni ancha yillardan beri bilaman, lekin sizni Instagramda ko'rib borganimda qanaqa bu do'pposlik sirazi chiqarib berish mumkin. Chunki men ham massaj sohasidaman-ku, bo'lganman-ku. Lekin bizda unaqa sirazi natija yo'q edi-da. O'shani ko'rganimda men ko'zim oldida natija chiqarib berganingizdan keyin ishonganman. Rost aytaman. O'shandan keyin ishonganman. Haligacha ko'pchilik ishonmaydi. O'quvchilarning o'zi ham chiqara olmaymanmi deb turadi. Men sizni ancha yillardan beri massajchiligingizni bilaman, misolga qanaqa holatlarda massaj qilganlaringizni bilaman. Men u narsani inkor etmayman. Nima deydi, noldan chiqqaningizga kimdir poddershkasi bilan ko'tarilgan odamlar bor-da, lekin siz noldan ko'tarilganingizni men yaxshiroq bilaman. Chunki necha yildan beri meni taniysiz. Necha yildan beri men sizni taniyman. Yaxshi insonlar farzandsiz, alhamdulillah. Keyin o'zimda qo'lladim o'sha tochkalarni. Hijomaniki yuragi qildim. Tug'ganimdan keyin 2 marta pristup berib, reanimatsiyaga tushib qolgan paytim bo'lgan. Reanimatsiyaning holatini aytib bera olmayman. Juda yomon holatda. O'tdek ahvol, o'tdek holatlar yomon holat.
hamma qari inson ichida yosh bo'lib man yotdimman-da. O'zimda shu narsani qo'llash uchun hijomani o'sha yurak tochkalarini o'zimda qo'llaganman. Alhamdulillah 5 yildan beri men kardiologiya bo'limiga kirmayman. Bir kunda men nechtadir dori ichishim kerak bo'lgan dorilarim ichmayman. Umuman dori yurak bo'yicha men даже omega ichmayman. Hattoki. Chunki alhamdulillah yaxshiman, sog'lomman. Tekshirganingizda ham yaxshi chiqqan. Tekshirganda ham yaxshi, hech ham bunaqa achaklanaqalari chiqmaydi. Mashalloh. Demak, hijomi sizni operatsiyadan, yurak operatsiyadan sizni qutqarib qoldi. Hijomi. Sunnat amal. Albatta, chunki bilamizki, kasallikni 90% qon bilan bog'liq ekanda. 10% singan chiqqanlar bilan bog'liq bo'lar ekanda. Deydi, o'tbeti sindirib olsangiz, boshqa qilsangiz endi anaqa qilasiz, davolaysiz. Lekin 90% qon bilan bog'liq bo'lar ekan. Sababi hijomi qondagi xolesterinlarni kamaytirib beradi, moddalar almashuvini yaxshilab beradi, qonga kislorod yetkazib beradi. Xuddi bu nima deydi? Bizga Alloh tomonidan berilgan shifo. Hijomi sunnat amali deb aytiladi. Sunnat amali deb aytiladi. Sunnat amali. Shuning uchun ham uni massajga qo'shilgan. Shuning uchun o'quv kursida dars berasiz. Sizni hozir men tanlayotganim ham o'sha sekin-sekin aytaman hozir. Men birinchi dars berganimda meni Instagramga chiqazgansiz. Bilasiz, men Instagramdan qochardim. Mani dars Instagram. Lekin qochish kerak emas. Instagram bu hozir odamlar siz zo'rligingizni bilasiz yoki sizni atrofingizga kirib, lekin sizga o'xshagan yaxshi hijomatchi, yaxshi logoped defektologlar juda ko'pchilik qidirib yuradi. O'shaning uchun bu narsaga Instagram ommalashgan narsa olib chiqish kerak, ko'rsatish kerak. Shunaqa zo'r mana bor. Chunki ko'pchilik bor-da, yaxshi hijomatchi topolmayapti, obod defekt bo'libdi, keyin uni miyasida hijoma yaxshi emas, effekti bo'lmadi degan narsa bo'lib qoldi. Ha, shunaqa Nargiza. Lekin logoped defektolog boryapti, bo'lmadi, effekti deyapti. Yo'q, lekin bor-ku yaxshi logoped defektolog. Hijoma ham logopedskiy tochkalari bor-da. Men o'zimda natija bo'lgan logopedskiy o'quvchilaringiz aytganman, o'qiydigan o'quvchilaringiz aytishganmi? Logopedni hijoma bitdi bor, logo nuqtalarimiz bor. Men o'zim hozir aytaman 4 yoshli bolada dudug'lanish holatida davolanib ketgan. Hozir u qiz o'sha ancha katta qiz bo'lib qolgan. Yana bitta bolada bo'lgan bu narsa holatida logo nuqtalari hijoma qilganda ham foyda beradi. Keyin sizni darsligingizda birinchi kundan dars berishni boshlaganimda menga chet elda yurgan shogirdim bor edilar. Telefon qildilar-da, aytibdilarki, "Men xursandman" dedilar. "Siz dars berayotganingizdan" dedilar. Sizni kuzatar ekanlar-da, sizni muxlisingiz sizni kuzatar ekanlar. Даже Amerikadan kuzatishadi sizni. Amerikadan shogirdlar keladi. Keyin haligi nega aynan desam, endi deyaptilar, to'g'ri kesiladigan, to'g'ri kesimdagi hijomachilar, sifatli hijomachilar chiqishni boshlar ekan deyaptilar-da. Bu gap eshitgandan keyin menga bu motivatsiya bo'ldi-da. To'g'ri kesimda, ha. Siz menga taklif qilsangiz men yo'q derdim-ku. Ularimiz yo'q derdim. Ko'p yo'q degansiz. Barno opamni ko'ndirganman, logoped defektologga ham ko'ndirganman. Bu dars berishligi, chunki ikkalovilikdan o'zining ishligi bor. Logoped defektologimizning o'zida shogird chiqaradilar, klinikalari bor. Yo'q deganlar ko'ndirganman. Siz bermasangiz bo'lmaydi deganman. Barno opa hijomi o'zim shifo topganman. Hali buni sizlarga aytib beradilar, qanaqa shifo topganimni. Menga ham ko'pchilik yozgan, sizda birinchi dars o'tganimdan keyin voy birga anaqa qilganinglardan zo'r bo'libdi, ularda ham rezultatlar zo'r, sizlarda ham zo'r hamkorlik bo'libdi deb rosa ko'p yozishgan edi. Endi o'quvchilarim ham zo'r natija olib chiqishadi inshaalloh. O'quvchilaringizni natijasi menga tashlashadi. Massajda o'zini farzandlari hali kursingiz tugamasdan turib, menga natijani ko'rsatgan o'quvchilaringiz bor. Hattoki yig'lab yorishganligi ham bor, o'shani chunki nechta massajga borib ham natija ola olmaganlar. Endi siz hijomani bilan massajni nimaga plus qilganingizni men keyin his qildim. Sababi umurtqa позвоночныйda biz endi yana qayta bu narsani o'rganib chiqdikda, umurtqa позвоночный skolyoz holati deyiladi. Skolyoz holatida avval hijoma qilib turib, keyin massaj qilsa, natija 10 dan 10 bo'lar ekan. Ya'ni bu narsa yana ham 10x bo'ladi natijasi. Ha, shunaqa holati yaxshilanar ekan. Keyin bekor Nargiza o'quvchilariga
hijomani qo'shmabdilar. Massajda ham, hijomida ham bizni asosan qon, limfa sistema bilan Limfa shug'ullanamiz. Aynan shu uchun bu qondagi muammolarni hijomi juda zo'r bartaraf qiladi, ya'ni effektini yana ham ko'proq ushlab beradi. Lekin hijomani bunaqa sifatli o'rgatib berish, sifatli tushuntirib berish, bor bilimini berish hamma hijomachiga emas. O'zbekiston xalq taboatining assotsiatsiyasining a'zosi bo'lish hamma hijomachiga emas, chunki uni hamma ola olmaydi. Buni ham ochig'ini aytib ketish kerak. To'g'ri. Logoped defektologimiz ham hozir ko'ryapsizlar, o'zlaringizlarda qanaqa ishlayaptilar, bular birlashgan holatda mani o'quv kursimda dars berishyapti. O'quvchilarim natijasini tasavvur qilishingiz mumkin. Juda ham zo'r bo'lyapti. Ayniqsa logopedni nimaga qo'shganman desangiz, hozirgi paytda o'zlari aytyaptilar, nutq bilan hammada muammo bo'lyapti. Gapira olmayapti, nutq bilan muammo bo'lmayapti. Onalarga bo'lsa, massajga borib turib, keyin nutqshunoslikka borib turishga bir xil payt qiynalib qolishadi. Yoki massaj kelayotgan davrida aynan bolalar nutq bilan shug'ullanishga harakat qilishyapti. O'shaning uchun olib keltirdik, qo'shtirdik. Asosiy yordam logo massajda bizning ishimizda. Lekin hozir mana sensorni integratsiya bo'yicha ham o'qiyapman onlayn kursda. O'qib turib darslarni qarasam, nafaqat masalan mishsalarga biz massaj qilib ta'sir qilib turib yaxshilab, holatini yaxshilab turib nutq chiqaramiz deymiz-ku. Darslarni ko'rib tursam, bizda shunaqa proprioceptiv chувствоlar borda, ya'ni biz ushlasak taktil his qilamiz. Chuqurroq ta'sir bo'lsa, bolada boshqa hislar uyg'onadi. O'zini tanasini his qilish, atrofda tanasini his qilish va meni bo'ladi-ku odamni. Shunaqasi o'zini bitta shaxsligini his qilish uyg'onadi-da o'zi. Biz masalan chaqaloqlarni sizlar erta massaj qilasizlar-ku, harakatlarini uyg'otib beramiz. Erta massaj qilganinglarni o'zi ham bolani o'sha чувство, proprioceptiv чувствоlarni uyg'otar ekanda. Biz ham bilib-bilmay shunaqa AFK mashqlarni qilardik. Hozir o'ylasam, massaj juda ham kerak ekan. Masalan, uyda onalar qiladi, bilib-bilmay qiladi, lekin o'sha именно massajistkalarga borib, o'zini kerakli mashqlari bilan, kerakli o'sha mushaklarga, sizlar to'qimalarga ta'sir qilasizlar. O'shalar bilan bolani atrofda o'zini his qilishini, o'zini tanasini his qilishini, o'shanda chaqaloqlikda massaj qilganda fundament qo'yilar ekanda. Nafaqat biz artikulatsiya bilan, balki butun tanaga ta'siri massajni ancha bolalarning rivojlanishiga ancha ta'siri kattaligini hozir bilyapman o'qib turib. Hozirgi paytda harakatsiz davr bo'lib qolyapti. Bilyapsiz, harakatsiz davrida bolalarga harakatini yana kuchaytirib berib, muskullarni, mushaklarni bir-biriga qanaqa darajada chambarzab yordam berishgan juda katta o'rni bor massajni. Massajni o'rni katta. Bu haqida hali o'zim отдельный podkast qilishim kerak. Shunaqa holat bo'lgan. Logo massaj to'g'risida aytmoqchiman. Menga 3 oylik chaqaloq olib kelishganda, 3 oylik chaqaloqda biz nima qilib bera olamiz? Nima qilsangiz yordam bering, doktorlar yordam bera olmayapti. Ovqat yem olmayotgan ekan. Butulka ham olmayapti, anaqa onasini ham olmayapti. Nima qilsak bo'ladi deb endi har qayoqga vrachlarga borib ko'rgan. Kimdir menga shunaqa logo massaj tavsiya qilishdi, siz yordam bera olasizmi dedi. Mayli kelinglar dedim, kelishdi. Biz logo massaj qildim. Bizning usullarimiz bor. O'sha masalan biz chaqaloqlarda shunaqa tashxis bor, disfagiya degan. O'qiganmiz o'shanga. O'sha mashqlarni qildik. Asos bola birinchi o'sha massajdan keyin o'sha bir 5 tomchi suvni yutdi. Keyin uyga borgandan keyin nimalar qilish tavsiya berdim. Ertasi kuni shunaqa xursand bo'lib keldilar. 3 kun kelishdi, boshqa уже bo'ldi kelishmadi. Bola уже butulkani olib, yaxshi ovqatlanib ketdi. O'shanda уже men bilganman, logo massajni kuchi juda ham foydaliligini o'shanda bilganman. Emish refleksi ko'pchilik bolada rivojlanmay qolyapti, chunki bolani ya'ni bizda vaqtli tug'ilish davri kuchayib ketdi hozir. 9 oy yuzini ko'rsa, 8 oy, 9 oyda emish refleksi rivojlanadi. Lekin buni hozir ko'pchilik vrachlar ham vaqtli tug'dirib olyapti. Rivojlanmasdan, bola emolmay, och qolib, sarg'ayish holatlari borda. O'zim katta qizimda shunaqa bo'lgan. Bolada nizrelost bo'ladi, baribir erta tug'ilgan bolalarda miya hali nizrelost bo'ladi, baribir nervlarga ta'sir qiladi. Kesirova bilan o'zi tug'ilgan bolaning farqi bo'ladi. U alohida tema.
keyingi temamizdan kutinglar. hozir mana ko'p sensorniy buzilish bo'lgan bolalarda biza anamnezga qarasak ko'pi kesarva bilan tug'ilgan bolalarga taqaladi. Ya'ni O'zim ham. bola o'shani his anaqa o'sha boyagi aytdim-ku, haligi chustvani his qilib tug'ilmagani uchun unda baribir sensorniy yetishmovchiliklar baribir bo'lar ekan, asoratlari. O'zimni farzandlarimda ham shuni his qilganman. Ikkita ikkinchi farzandimda ko'p yiqiladi, narsalarni to'kib yuboradi, katta, o'rtancha farzand. Kattamda unaqa narsa yo'q. O'zi tug'ilgan, tabiiy yo'l bilan. Ikkinchi farzandim men aytaman, baribir asorati bo'lar ekan kesarvani. Tabiiy yo'l bilan baribir tug'ilgan, baribir boshqa. Sizni kelayotgan klinikazdagi sizni yuragingizda qolib ketgan, mana lecheniya qilayotganingizdagi eng sizda kelyapti, lecheniya olyapti, o'sha yerdagi eng yuragingizda qolib ketgan jarayonlar, ya'ni qanaqa shifo topib ketishgan, o'shalar haqida gapirib bersangiz, shifo topib ketgan bolalar haqida. Menda qanaqa, mana bizada yengilroq bolalar bor, og'ir bolalar bor. Har doim men bolalarga, og'irroq bolalarga yordam berishga harakat qilaman. Yechim menda bo'lmasa ham ba'zida onalar olib keladi-da, reklamaga ham uchadi. Ayoqqa borib ko'rsaychi, mana qilib ko'rsaychi. Men o'shalarga aytgim keladi. Men sizga yordam beraman, meni xulos oling degim keladi-da. No, haqiqatda meni xulos olganlarda shunaqa yordam bo'lgan. Bitta ona yuragimda juda ham qolib ketgan. Halizgacha ham yozib turadilar. Menga konsultatsiyamga yozilganlar. Ikkita filial bo'lgani uchun o'sha paytda ular murojaat qilganlarida homilador edim. O'chirt kelmagan ularga. Sizda demak konsultatsiya jarayonlari ham bor, buni muxlislarimizga aytib ketsangiz. Konsultatsiyamizni biz zapis bilan yozdirishadi. Ikkita filialda alohida kunlarda qilaman deb yozdirganlar, o'chirtlari kelmaganda, keyin bir kuni yig'lab O'chirt ko'p-da, talab kuchli-da sizga. Saravani reklamangiz yaxshi ishlaydi. O'zi oldin biza даже ko'chada emas edik, ya'ni birinchi liniyada emas edik, binoni ichida o'tirardik. Hech qayerda yozig'im yo'q edi. Shundan ham bo'lsa, o'sha sarafanniy radio so'rab, surishtirib, eshitib kelishardi odamlar. Shu yerda logoped borligini qayerdan bilishyapti deyishardi ko'chada. Natijangizdan bilishgan. Alhamdulillah, o'sha Alloh izni bilan hammasi baribir shunaqa bizlarni yordam berishga yo'llab qo'ygan ekan. Xullas o'sha go'z tashaganlar, yig'lab tashaganlar go'z. Nigora iltimos yordam bermasangiz bo'lmaydi. Qayergadir vrachga boruvdim. Shunaqa yomon gaplar gapirdilar, bolani rasvo qilibsiz dedilar. Nima qilaman hozir endi? Bir talay dori yozibdilar, siz menga yordam berasiz deb. Ishonmayman, iltimos qabul qiling deb shunaqa ho'ngrab yig'ladilar va ichlarimgacha ham g'alati bo'lib ketdim. Xuddi men ularni qabul qilmaganimga men o'zimni aybdor his qildim. Keyin ko'rdim bolalari haqiqatda og'ir edi. Shunaqa yerlarga yotib olardi, autizmni ras elementlari bor edi. Kafillarni yalerdi, sochli chaynirdi. Shu joyda autizm bolalarni qanaqa belgilari bor? Mana onalar o'zini bolasida bo'lsa, sizga murojaat qilsa, boshlang'ich autizm belgilarini tushuntirib bersangiz onalarga mana. Ismiga qaramaydi. O'yinchoqlarning funksiyasi bo'yicha o'ynolmaydi. Ya'ni predmetlarning funksiyasi bo'yicha qo'llanolmaydi. Masalan, 1 yoshli bola qo'shuvni olib og'ziga olib bora olmasa ham kattalarga taqlid qilib, o'shani harakati bo'ladi. Ularda o'sha narsa bo'lmaydi. Yaqinlarini tanimaydi, ismini aytib chaqirsa qaramaydi. Ovqatda избирательность bo'ladi. Bitta narsaga bog'lanib qoladi. Shunaqa bir 10 bittadan oshuv belgisi bo'lishi kerak. Shu hozir yotib yig'laydi. Ipchalarni chaynab yurishni yaxshi ko'radi. Masalan, bitta o'quvchimiz faqat simlarni o'shab yurardi. Keyin o'zining nejelativniy поведениялari bo'ladi, isterikalar. Normalniy sog'lom bolalardagi yig'lamaydi. Hayvonga o'xshab qanaqadir noodatiy ovoz chiqarib yig'laydi, o'zini otishi, muzdek joylarni yaxshi ko'rib yerga yotib olishi mumkin. Keyin tishlashni yaxshi ko'radi, chimchilashlarni yaxshi ko'rishadi. Keyin yana muhim belgilaridan ularda stereotip harakatlar bo'ladi. Ya'ni
noodatiy boshqa bolalardan ajralib turadigan, qo'lini ko'krak balandligida mana shunaqa silkitishi, oyoq uchida yurishi yoki qo'lini bir xil bolalar mana bunaqa o'ynatadi. bor Da kelishadi shunaqa stereotipniy harakatlari ya'ni bu stereotip harakatlar hamma autist bolalarda har xil bo'lishi mumkin. Bir xil Autizm uchramasligi kasalligi ham nimadan mumkin. kelib chiqadi o'zi aslida? Hali aniq topishmagan, hali ham izlanishyapti, Hali ham lekin izlanishyapti. ko'p Bolalarda dalillar- ko'p uchrayapti. Hozir aytgan narsangizni men bolalarda ko'raman. Judayam Onalar siqilib ketadi-da. Voy nima Judayam qilayman, ko'nglingga qarayapman, men bu serkelatgan, dodasi serkatgan birinchi nevarada deydi. Ona kuyadi. Ona juda kuyayotganini ko'raman. Endi shunaqa shu joyda aytib ketay, shunaqa vaziyatlar bo'lyapti hozir, qayergadir borishadi-da, mutaxassislarga, defektologlarga 2,5 yosh bolada shunaqa ismiga qaramaslik, o'yinchoqlar o'ynamaslik holatlari kuzatilganda, bolangizda hozir autizm emas, lekin 3 yoshga kelib autizm bo'lib qoladi deyishyapti. Qo'rqitishadi-da. Lekin autizmda unaqa bo'lmaydi, u tug'ma bo'ladi. Genli mutatsiya ketadi, tug'ilganda autist bo'lib tug'iladi. Agar bolada o'sha narsa keyin tekshiruvlardan keyin psixiatr aniq tashxis qo'ymaguncha u autizm emas. Masalan, bizada mani markazim Teach programmada ishlaymiz. O'zbekistonda, O'rta Osiyoda bilmayman, lekin O'zbekistonda faqat biz ishlaymiz. ADOS bo'yicha o'qiganmiz. Bizadan hech kim o'qimagan. Nevropatologlar bilan, psixonevrologlar bilan o'qiganman. O'shanda bizga tekshirishni alohida o'rgatishgan. Masalan, autizm emas bola bilan autizm bolani farqlab olish kerak. Belgilari o'xshash bo'lishi mumkin. Lekin men olib kelishadi, rast qo'yishgan, autizm qo'yishgan. Men bolangizda unaqa narsa yo'q desam, onalar hayron bo'ladi-da. Menga vaqt bering deyman. 1 oy ishlaylik, agar o'zgarish dinamika zo'r bo'lsa, menga quloq solasiz, olib kelasiz deyman. Men sizga natija qilib bera olmasam, unda bemalol o'sha o'zingizni fikringizni qovurishingiz mumkin desam, haqiqatda o'zgarish qilib beramiz, hayron bo'lib qolishadi-da. Mashallah. O'shaning uchun onalarga aytaman, voy bolam autist deb qabul qilgandan ko'ra yechim qidirish kerak. Harakat Balki qilish unaqa kerak. autist emasdir, balki faqat belgilari bordir. Hozir rivojlangan davlatda yashaymiz. Hamma narsa meditsina juda rivojlanib ketgan. Chunki juda ham ko'p bolalar autizm qo'yishyapti-da, bolalarni tez muddatda autizmdan ularni tashxisidan chiqarib olamiz-da. Lekin autizmdan chiqmaydi bolada. Bunday olib qarasa, noto'g'ri tashxis ko'p bo'lyapti. Shuning uchun onalarga tushkunligi, tushmasliklarini maslahat beraman. Izlanish kerak, yaxshi mutaxassis qidirish kerak. Bolani shu boricha qabul qilib qo'yish kerak emas deb o'ylayman men. Keyin haligi bemorimiz nima bo'ldi, bemorga qaytamiz. Onalarga shunaqa bir kasallik haqida beramiz. O'zim ham bolamni qarab o'ylab qo'yaman. Menimcha hozir onajonlarga ham bu foydali bo'ldi. Bolani eplab bo'lmaydigan darajada isterikalari o'tirmagan, konsultatsiya qilganimizda. Lekin men unda autizm ko'rmaganman. Men aytganman, menga vaqt berasiz deganman. Har doim Erkalik bo'lsa kerak. Yo'q, to'g'ri, muammolari bor, lekin boshqa tashxis. Bolada Autizm boshqa emas. tashxis. Tashxis, demak, logoped defektologga tashxis qo'ya olishi ham muhim ekanda. Bizada o'zi tashxisni biz qo'ymaymiz, biz xulosa chiqaramiz, lekin o'shan diagnozdan diagnozni farqlab olishimiz muhim, juda ham muhim. Biz keyingi ishni nima qilishimiz o'shanga bog'liq. Vaqt berasiz deganman. Vaqt berganlar boshida ona bilan ozgina darsda bola yig'lagan, isterikalar qilgan, mutaxassislarimiz bilan stichkalar bo'lgan, nimaga yig'laveradi degan adaptatsiya vaqtidan o'tgan, rossa переговорlar bo'lgan, xullas, lekin bolada o'zgarish bo'lgan. Ancha yaxshi bo'lgan zanimatsiya qilganimizdan keyin to'g'ri biz menga kerakli effektgacha ham chiqara olmaganman, chunki uyda oilaviy sharoitlar to'g'ri kelmay, kelolmay qolishgan. Lekin bolani ancha yaxshi qilganmiz. Ishlagan vaqtimizga nisbatan rezultat zo'r bo'lgan. Mashallah. O'sha onajonimiz menga hali ham yozib turadilar. Borish xohlayman, lekin bora olmayapmiz. Shunaqa sharoitlar hozir ko'p. Chunki bu narsaga ba'zan oilaviy muhit sabab qanaqa men ko'raman-da, massajda ham bo'ladi, hijomada ham bo'ladi. Ba'zi bir paytlar bor, sharoiti bor, imkoniyati bor, onalar olib kelgisi keladi, lekin uyda qaynona eri nima qilasan o'tib ketadi degan tushuncha bor. Ba'zi birida rostmana sharoiti olib kela olmayapti. Shunaqa holatlar ham bor. Boshqa narsaga olib qizchamizni ko'nglimda qolib ketgan, duduqlanardi. Onasi kelganlar, o'zlarida ham duduqlanish bor edi. Keyin
vrachga bordik, bitta vrachga borsak menga 15 millionlik narsa yozib berdilar. Qanaqa aytaman uydagilarga deb yig'laganlar, yig'lamaganlar. Endi 15 o'ksinganlar. millionlik kimdir puli yo'q, bolasini sog'ligi kelgan paytda ona o'zini Batli tutolmaydi. bor edi o'sha paytda, batli bor edi, yana ko'p narsa bor edi. Hozir esimda yo'q, ancha yil bo'lib ketdi. Men ulardan vaqt so'raganman. Men hech narsa dori bermaysiz, mani metodikamda ishlaymiz, bir oy vaqt berasiz deganman. Demak, sizda dorilar yo'q. Asosan shug'ullanish tabiiy yo'l bilan. Dorilarga ham ko'rsatma ba'zida beraman. Men lecheniyaga unaqa lecheniya yozmaymiz, lekin ega o'qiganman, ega o'qishli dorilarga o'zim juda ham qiziqaman. O'zi nima dori qanaqa ta'sir qilyapti, maslahat berishim mumkin, lekin biz dori yozishga haqqimiz yo'q. Lekin o'sha paytda men o'zimning metodikamga ishonardim. Menga vaqt bering deganman, faqat aytganimni qilasiz deganman. Onasidan ajratib olib lechit qilganmiz. Ya'ni oyisidan boshqa yoqda buvisinikida yashagan bola, qizchamiz, kichkina qizcha edi. Aytganimni qilib berishgan. Biz bir oyda ancha o'zgarish qilganmiz. 3 oyda bolada zo'r natija qilganmiz. Nega aynan oyisidan uzoqlashtirish kerak bo'lgan? Chunki onasida duduqlanish bor edi-da. Ko'p men o'ylaganman, balkim taqlid qilib bolada bo'lyapti deb o'ylaganman. Buni holatlar ham bo'lishi mumkin. O'zi ko'pincha bolalar rivojlanayotganda kattalarga taqlid qiladi. Ahamiyat bersangiz, gapirish tonlari onasidagi yoki o'sha uydagilardagi bo'ladi, qiluvlari. Men onamga o'xshamaganman, lekin onam juda chiroyli, nerjniy, gapirishlari boshqacha bo'lgan, lekin o'xshamagan. Men ammamga o'xshaganman. Endi qanaqa ilk yoshda baribir o'xshash bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin o'sha hayotda do'stlaringiz, yaqinlaringiz, kim atrofda o'shalarga moslashib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin baribir qaysidir chertalar baribir o'xshaydi onaga. Men ham onamga umuman o'xshatishmasdi. Hozir xursand bo'laman. Gapirishlaringiz o'xshaydi desa xursand bo'lib ketaman. O'sha qizni onasidan uzoqlashtirganingizdan keyin demak shifosi bo'pti. Onadan uzoqlashtirganimiz menga qattiq ta'sir qilgan. Chunki juda ham kichkina qiz edi. Lekin kelajagi uchun nimadandir voz kechish kerak bo'lganda. Hozir shu yerda yana nima aytib ketishim kelyapti. Adasi bilan gaplashganman. Adasiga tushuntirganman-da. Iltimos, onasini tuzatish kerak oldin. Bu narsa keyingi homiladorliklarga ham ta'sir qilishi mumkin. Onasi bilan shug'ullanaylik desam, xo'jayinlari yo'q, hozir unaqa qila olmaymiz, kerak emas bizga. Bir marta chaqirtirganman-da, o'zi kelmasdilar. Iltimos shunaqa onani tuzataylik oldin desam, xohlamaganlar. Shunaqa paytda juda ham xafa bo'lib ketaman-da. Ko'pincha bizda ahamiyat bersak, otalar chetda turadi. Muammolar bo'lganda, onalar kelishadi, olib kelgim kelyapti, adasi pul bermaydi yoki sharoit qilib berishmaydi. Bir xil sharoiti bor, o'zi olib kelgisi kelmaydi. Shunaqa, lekin ba'zi otalar bor, birgalikda har kuni anaqa olib ketadiganlar bor, lekin juda ham 70% otalar muammo chiqqanda chetda turishadi. Shuni rosa ko'p kuzataman. Otalarni ahamiyatliroq bo'lishini juda ham tavsiya qilib qolardim. Inshaalloh. Onalarga oson emas-da baribir. Inshaalloh. Barno opa, sizni ham hijoma sohasida imni qanaqa kasalliklarga davo topib ketgan hijoma va zulu qo'yasiz. Zuludi shaxsan o'zimda ham, ya'ni 5 yil besplodiyya bo'lgan, befarzandlik bo'lgan. Bu narsaga meni tana vaznim ta'sir qilgan, lekin ozganimdan keyin ham baribir befarzandlik menda davom etgan. Bo'yimda bo'lmadi, lekin menga vaholanki 130 kilodan ozsang bo'yingda bo'ladi deb aytishgan. 130 kilodan 80 kiloga tushganda ham tana vaznim menda homiladorlik bo'lmagan. Siz meni uzoq vaqt lecheniya qildingiz. Shaxsan men do'pposli bo'lganman. Sizga vaginalniy zulu qo'ygansiz. Bu narsani oldin men bu necha yil oldin bo'ldi? Уже 7 yilmi? 7 yil bo'lib qoldi. Birinchi quyonchalarimdan. Birinchi quyonchamsiz. Endi bu gap ommalashyapti, lekin siz 7 yil oldin meni shu kasallik bilan davolab, Alloh izni bilan o'sha hijomadan keyin bo'yimda bo'lgan. Esingizda bo'lsa telefon qilganman yig'lab, "Barno opa" deb. Ha, u esimda telefon qilganingiz ham esimda. Ya, shunaqa ayollar bo'lganmi yordam bergansiz? Ana nima deydi, juda ko'p unaqalar. Alhamdulillah, Allohga behisob shukr. Bu narsa natijam bo'lganidan shukr. Bu siz menga
birinchi quyonchamdan deyman-ku, o'sha bo'lgan unda men bilmay qo'yganman-da sizga. O'shanda bilmaysiz-ku. Shunaqa holatda ustoz qo'yganman. nazoratida esimda bor ustozingiz siz yo'q mana bunaqa qo'yadi deb o'rgatgan. O'rgatgan. Lekin bu narsani men уже chuqurroq o'rganishim kerak deb o'ylaganman sizga o'sha qo'yganimdan keyin. Bu narsani nima deydi? Qanaqa tochkalarga qo'yish kerakligini chuqurroq o'rgandim. Keyin befarzandliklar nimadan befarzandli bo'lishlik holatlari avvalambor Allohdan o'zim boshimdan o'tkazganman-da. Menda ham farzand boshida bo'lmagan. Lekin xo'jayinim sabr qilganlar, bir marta ham yuzimga solmaganlar. Keyin u sizda ko'rganman bunaqa narsalarni-da. Nimaga shunaqalar bo'lish savollar o'zimda bo'lardi-da. Nimaga? Oyimda ham bo'lmagan ma'lum. Siz gaplashganimda onangizda ham bo'lmagan. Nima sababdan? Bu gormonmi, boshqami? To'g'ri, gormonalniy ham bo'lar ekan. Lekin zulu shunaqa fermentatsiya berar ekanki, inson ayollarning organizmiga o'sha joyi nima stimulyatsiya qilar ekan, ya'ni ishlatib yuborar ekanda. Uni vaqtlari bo'lar ekan, kunlari bo'lar ekan, qanaqa paytlarda qo'yish kerak bo'lgan kunlari bo'lar ekan. De o'shanaqasini sxemasini tuzganman. Yana avtorskiy texnika. Avtorskiy texnika, alhamdulillah. Yana hech kimda yo'q texnikalar, avtorskiy texnikalar. Bitta kelin bor edi, qaynota, to'g'riroq qaynota shart qo'ygan, bu oy homilador bo'lsang bo'ldi, bo'lmasang ajrashasan deganda. Oho, shunaqa shart qo'yadiganlar ham. Shunaqa shart qo'yadiganlar ham bor-da. Qoyillik. O'sha ayol kishida Bunaqa shart bo'yida bilan bo'lgan, qanaqa mana homilador haligacha men anaqa qilaman. Allohdan dedik, qildik, qo'ldan kelgancha ko'rsatmalar qildik, boshqa hijomni qildim, zulu qo'ydim. Vagina, ya'ni qin devorlariga de qo'ygandan keyin Allohdan bo'lib o'g'il tug'di. Mashallah. Bu meni bitta natijam, anaqasi, men nima deydi, Sabab ko'proq bo'lgan o'ylaydiganim, ha. Keyin yana bitta insonni haligacha haligacha o'ylab yuraman o'sha odamni. Yaqin sekin nima deydi, esimdan chiqarishni boshladim, chunki xafa bo'ladigan joyim bo'lganda. Aytish kerak, menda ham xafa bo'ladigan jarayon shunaqa narsa bo'lganki, bir ayolga 7 yilmi 8 yil farzand bo'lmagan, u ayolda ko'rsatmagan, doktor qolmagan, boshqa qilmaganda, men unga men eshitgandan keyin zulu qo'yganman. Ikki etapli zulu muolajasi olingan. Menga telefon qilyaptiki, men sizga kelmasimdan oldin menda mioma yo'q edi, kista bilan deyapti. Bir yoq tuxumimda kista bor ekan, bir yoq tomonda mioma bor ekan deyapti. Vaholanki miomaga ham, kistaga ham zulu qo'yiladi. Shunaqa xususiyati bor zulu. Shaxsan o'zimda ham bo'lgan bu narsa. Tugun kistalar bo'lgan. Keyin esimda bor, o'zi uchun o'zi nima qiluvding bir kunda degan. Menda tugun kistalar bo'lgan, 7 ta sana berishgan menga-da. Sana berishganda o'zi yuborganda lecheniya qilishga ketganman, sizga olib kelganman, zulu qo'yamiz degansiz. Birinchi kun o'sha ustozingiz bilan qo'ygansizda, keyin uyga 1-2 kun o'tib yana o'ziga tushsam, kistani nima qilding deyishgan. Shu kista so'rash olib qolgan o'zigachalar. Men bu narsani bilardim-da, kistaga ham miyomaga ham zuluni yaxshi ta'sirini, bu narsani bilganman. Imay telefon qilib shunaqa dedi-da, o'sha ayolni men 1 yil davomida o'ylab yurdim. Bu qanaqasiga deyapman-da, bunaqa bo'lish anaqasi. Mumkin emas, axir men shu narsaga qo'yaman-ku, natijani ko'rganman-ku. 1 yildan keyin qayinsingiz telefon qilib aytadi, keyin egizakli farzandli bo'ldilar, bitta qiz, bitta o'g'illi bo'ldilar, lekin o'sha paytda homila ekan deyapti. Vaholanki ikkita kista degani bu o'sha farzand, ikkita egizak farzand rivojlanmoqda bo'lgan, mioma bo'lsa, undan albatta yo'ldoshi bo'lgan. Shuni o'ziga farqiga bormaganmi? Bormagan. Ba'zi qilmaganmi telefon? Yo'q, o'zlari 4 yildan keyin qildilarmi? 3 yildan keyin yaqinda qildilar. O'shandan keyin askin so'yish va nima deydi, unutish anaqasini boshladim. Lekin qaynsinglarga ayting kelingizdan men xafaman dedim. Chunki men shuncha payt o'ylab yurdim-da. Shuncha umringiz, shuncha asabingiz. Ha, men juda qattiq dilingizga vaginam, men zulum ushashdan qo'rqardim oldinda. Lekin bu ayollarni bachadon kasalliklari uchun foydaligini bilganimdan keyin men u qo'rquvni yengib ketdim-da. Menda o'zimda shu muammo bo'lgani uchun ham bu narsaga ko'proq kirishdim.
albatta ginekolog bilan maslahatlar oldim, kerak bo'lsa shogird tushdim, Esimda kerak bor, bo'lsa ginekologni meditsina ko'ramiz. sohasiga o'qishga kirdim. Vaholanki men o'sha meditsina sohasida ishlamayman. Men ishlash uchun u sohani egallamadim. Men inson organizmini, tanasini, ya'ni anatomiyani yaxshi bilish uchun o'sha o'qishga kirdim. Hozir natijalar ko'p, alhamdulillah, kutishda ham bo'lyapmiz, kutyapmiz ham natijalarni, lekin yana natijalar bo'lyapti. Men undan xursandman. Xursandman. Avvalambor Alloh izni bilan. Alloh izni bilan. Alloh izni bilan. Men sizni o'quv kursingizda ham darsingizda kirganimda hamma narsani aytib tashlayapsizda, sirni bekitmayapsiz. Yo'q, sir bekitish mumkin emas, chunki shifo bor. Shifo, ha. Elementar. Men uyga kelaman, uyda ham qilib ko'raman onasi. Boshqa anaqamda ham o'sha massaj anaqasini qilib ko'raman haqiqatan. Men ham hijomada hech kimdan sir bekitmayman-da. Shifo bor joyda sir Shifo bor. bekitilmaydi. Ha, ani o'zim bilgan tochkalarimni hamma o'sha o'zim shogirdlarimga aytaman. Adam bitta gaplari bor-da. Yomon skripkachi, yomon ashulachi yoki noto'g'ri nutq so'zlovchi bo'lishingiz mumkin ekanda, lekin yomon shifokor yoki noto'g'ri qiladigan shifokor bo'lishingiz mumkin emas ekan. Inson salomatligiga o'sha narsa ta'sir qilyaptimi o'sha nuqta? Nega bekitaman? Shuning uchun hamma narsani shogirdlik kursida ham tochkalarni hammasini oshkora-oyna aytaman-da. Bekitmayman. Bizda ham yaqinda oxirgi marta dars o'tganda videolarni qo'yganingizda shogirdlarim, ya'ni ayniqsa o'zimizda ishlaydigan qizlar Nigora opa, nima qilyapsiz? Shunchaki dars o'tib kelishingiz kerak edi siz deb hazil-huzul qilib yozishdi. Faqatda shunaqa effektga olib chiqadigan texnikalar bo'ladi, aytmasa bo'lmaydi baribir. Bizani shu yo'ldan yo'llab qo'ygandan keyin, masalan, hammaga ham ustoz bo'lish, hammaga ham emas. Kasbingizni zo'r bilishingiz mumkin. Masalan, hijomani zo'r qo'yishingiz mumkin. Lekin sizda ustozlik kachествоsi bo'lmasligi mumkin-da. Hammaga ham emas-da u narsa. O'shaning uchun bizga shu yo'ldan yo'llab qo'ygandan keyin aytishimiz kerak. Menda ham shunaqa Ustozlik maqomi hammaga ham emas. Seminarlar qiling deyshadi-da. Men seminar, onalarga seminar qilingchi, men seminar qila olmayman, chunki men og'zim rosa bo'sh deyman. Hamma narsani shundoq aytib qo'yaman, ani spetsialistlarga ish qolmay qoladi deb kulaman-da. Haqiqatda baribir ustoz bo'lganingizdan keyin Baribir aytib qo'yasiz. aytib qo'yasiz. O'zi Bu aytish yomon narsa emas. Nabarot, buni ko'paytiravering. Faqat sizga plyus olib keladi, u sizga qiziqadi. Boshida men rosa bilimga qiziqganman-da, akam aytganlarki, sen hozir 10 ta bolaga yordam beryapsan. Tasavvur qil, sen yana 10 ta shogird chiqarding, ular ham 10 ta bolaga. Nechta bola yordam olyapti? Seni biliming orqali deganlar. O'sha gap menga yetgan. O'shandan keyin bo'ldi, men bosib shogird olaman. Kim mendan yordam so'rayapti, ish o'rganmoqchi, men yordam beraman, o'rgataman deganman. Haqiqatda bizning shogirdlarimiz botgan natijadan bizga ham qanaqadir tomchi savoblar kelib tursa kerak. Albatta, shogirdlik kursi bu shunaqa narsaki, har doim aytaman, oldingi kursda ham aytganmiz. Shogirdlik bu shunaqa narsaki, sizni uzilmasdan kelib turadigan savob va gunohingiz. Qanaqa shogird chiqardingiz, yaxshi amal qilsa, ustozingga rahmat deb duo olasiz. Siz hayotmisiz, o'lib ketganmisiz, sizga uzilmasdan kelib turadigan savob gunoh. Yomon chiqarsangiz, senga shu hunarni o'rgatgan deydi, shu o'rinda ahamiyat bersangiz, sizga endi o'quvchilarim borguncha ancha darsni eshitadigan bo'lib qoladi-da. Sizga borguncha oxirroqda dars berasiz, lekin Barno opam dars berayotgan payt mendan keyin sirazi kiradi-da, hayajonlanib kiradi, chunki 20 ta 30 ta odamni yig'ib, bir oyda mana 60 ta o'quvchi chiqarsa, yig'ib turib ularni bitta narsani eshittirishga o'rgatish bu qiyin narsa, mas'uliyat. Chunki bu ham tim bo'li ular hammasi yoshi katta, tanishib olgan, aql hushini yig'ib olgan. Ba'zan yoshi katta bo'lgani uchun biz o'zimiz bolaga dars qildimiz, lekin o'quvchilar dars qilmagan holatlari bor-da. Men urishaman. Ko'pchilik Barno opamga yig'lab yozadi. Bizani Barno opam, anaqa Nargiz opam urishadilar, qattiq qo'lladi, lekin shu narsa o'zligini foydasiga bo'ladi. Qo'rqaman, o erta yo'qotasan deb. O'ta har xil odam keladi-da. Kimdir ertaga birovning bolasini bor noto'g'ri tashxis qilib qo'yib, noto'g'ri qilib qo'ysa, menga la'nat kelishidan qo'rqaman. O'shaning uchun urishaman. O'qituvchi har xil qattiq qo'li bor. Maktabda bizga ustoz hamma bir xil dars bergan-ku, lekin hamma bir xil ilm olmagan. Kimdir ikkichi, kimdir a'lochi. Men ikkichi bo'lganman.
bekitmay aytaman. Lekin menda eshitish qobiliyati zo'r bo'lgan, yozishga, qilishga emas, ko'proq eslab qolishga harakat qilganman men. Uni o'qib, daftarga yozib anaqa emas, eslab qolishga harakat qilganman va o'sha olgan pulim mamda qolib ketgan. Daftarda yozganingiz esdan chiqib ketadi, lekin eslab qolishga harakat qilgan miyangizga hech qachon o'chira olmaysiz-da. Shuning uchun men ham o'quvchilarga yozish emas, eslab qolinglar, nima qilasizlar buni eslab qolishga harakat qilib urishaman. Chunki bizning 15 kun darsimiz bo'lsa, 15 kun dars ichida buni eslab qolish kerak. Praktikada buni yana ham mustahkam qilishga tushuntiraman. Ba'zan tushunmasa, xuddi o'zimni ularni onasidek his qilib urishaman. Lekin alhamdulillah keyinchalik qadrimga yetishgan. Lekin o'zimizda mana qarang, sizda ham kuzataman-da dars o'tganimda ko'p mana malakasi bor massajistkalar ham keladi. Juda ko'p keladi. Qachonki sizni hamkasbingizga o'sha o'zingizni sohangizda nimadir o'rgatish juda ham katta anaqa riskda. Tayyorlab bo'lgan narsani yana unga tushuntirib boshidan noldan chiqqan shogirdga o'rgatish oson, o'qib chiqqan anaqaga qabul tushuntirish qilishi qiyin bo'ladi. Sizga qarshi nima fikrlar bildirib qolishi mumkin, qabul qilmasligi mumkin. Qani nima beryapti deb kelishi mumkin. Lekin hali bitta ham ko'rmadim shunaqa. Masalan, oxirida kelasiz, voy, hech narsa o'rganmadik deganni ko'rmadim. Hamma davolli, rosa kursingizdan. Sizdan ham hamma davolli, sizdan davolli. Juda ham anaqa pozitivniy, anaqa ruhda, energiyangiz yuqqani bilinadi-da. Masalan, borsam anaqa energiyaga to'lib kelaman-da. Men aytaman, Nargizani energiyasi bor, hammasini biladi deb qo'yaman. Chunki logoped kursimiz qiyin mavzu, oson mavzu emas. Qiyin narsa bo'ladi. Sizni shunaqa qo'yganmanki, oxiriga qo'yib bersalar imkon bor. Toza miya massajni o'rgan bo'ldi. Massajni hamma tochkalarini o'rgan bo'ldi. Hijomadan hamma tochkalarni o'rgan bo'ldi. Oxirgi kuni siz boryapsiz, logo bilan ta'minlab berib, yopib beryapsiz. Bu natijasi zo'r bo'ladi. Boshida men misol uchun logoni qo'ysam, ular tushunmay qoladi. Boshida hijomani qo'ysam, tushunmay qoladi kursimda. O'shaning uchun birinchi o'zim yaxshilab tushuntirib, massaj, mishsa, tochkalar o'tib keyin hijoma kirib o'tadi, logo tochkalarim. Keyin siz o'rgatasiz, bu darsimni uyg'unlashtirib beradi. O'qituvchilarni professionalligi tanlaganman, ya'ni reklamaga uchib emas yoki boshqa narsa uchun emas, yoki yana bitta shunaqa narsa borki, o'qituvchini haqqini beramiz. Har bir bilimni o'zini, ya'ni sotib olamiz. Tekinga emas. Yo taraflari ham bor. Bilimga har doim haq berilsa, Alloh o'z natijasi ham zo'r bo'ladi. Chunki siz ham bu bilimni tekinga umringizda hayotingizga yetkazmagansiz. Shunaqa narsa bo'ladi. Alloh xayrli qilsin. Hijomada tilim deysiz, darsingizda ko'raman, tilim, men kesishdan tilim deyiladi deb aytdingiz-da. Shu tilimni qanaqa o'rni bor? Katta o'rni bor. Chunki men ba'zi payt ko'raman-da, o'zim hijomada iz qolish kerakmi? Iz qolish kerak emas. Iz qolish kerak emas. Bizga endi onalar keladi-da, bir xil payt bolalarini patroskopga, bir xil payt o'ziga kelishadi. Shunaqa uzun izi qolib ketganga nima bu desam, hijoma deydi. Qachon yaqinda oldingiz desam, yo'q, 3-4 yil bo'lib qoldi deydi. Ha, mana tilim haqida tushuntirib bersangiz onalarga. Tilim haqida bizda shunaqa narsa borki, men buni keyinchalik o'rganib chiqdim bu narsani. Sababi bizda 7 qavat teri deymiz. O'shandan 5 qavati epidermis qavatimiz hisoblanadi. Epidermis, derma va gipoderma qavati bo'ladi. Hamma bizga kerakli bo'lgan plazma bo'ladi. Kerak emas bo'lgan plazmalar deylik. Kerak emas bo'lgan plazmalar epidermis qavatiga yig'iladi. Epidermis qavatida o'tda tilim orqali qonni chiqazib borganingizdan keyin limfический жидкость, ya'ni limfa suyuqligi chiqib ketadi. U chiqib ketgani hisobiga bizga o'rniga yana yangi qonlar kelishni boshlaydi. Gemoglobini past odamlarda gemoglobin ko'tarish, issiq suv tozalanadi. Tozalanadi. Shuni hisobiga hijoma to'g'ri bajarilgan bo'ladi. Va epidermis qavatini o'zida kollagen bor. U ya'ni bitqizish xususiyatiga ega. Shram qolmaydi, iz qolmaydi. Endi biz dermadan o'tib gipoderma qavatiga qarab ketganimizda o'zimizning organizmimizga kerakli bo'lgan plazma chiqib ketadi. U yog' qavati hisoblangani uchun u kesilganda terida shram hosil bo'ladi. To'g'ri, qon chiqqani hisobiga yengil bo'lishingiz mumkin, lekin bizning organizmimizga kerakli bo'lgan eritrositlar, trombositlar, leykositlarni chiqazib olishimiz mumkin bo'ladi-da. Bunda nima bo'ladi? Jigar o'ziga og'irligi tushadi. Chunki bizga kerakli bo'lgan plazma chiqib ketyapti organizmimizdan. Shuning uchun
o'qitilganda to'g'ri tilinish, Man to'g'ri sizdan bir yo'nalish. so'rovdimda, dars payti esimda bor. Hijomada qon chiqishi muhimmi yo tilimmi desam, tilimda shifo bo'ladi dedingiz. To'ppa-to'g'ri, tilimda shifo. Tilimda shifo. Mashalloh. Demak, chuqur keshish ham mumkin emas. Qaranglar qancha narsa ekan. Endi shundoq hijoma olgan insonlar bo'lsa, bundoq qaranglar hijoma olgan joyida iz bormi, yo'qmi, tilim bormi, yo'qmi, nimaligini ko'ringlar. Tilimida shifo ekan. Mana shuni ham ko'pchilik bilmaydi. Bilmaydi. Keyin men shogirdlarimga aytaman, imkon qadar menga dars olsanmi, YouTubedan yoki Instagramdan darslik ko'rma deyman. Ko'rmanglar deyman. Mani o'zimni texnikam, o'sha texnikadan o'rgatsangiz, o'sha esida qoladi. Ko'pincha xatoliklar ko'p bo'lgani uchun men uni ko'rmasligini tavsiya qilaman-da. Boshqa narsani ko'rmasligini tavsiya qilaman. Miyasi chalg'iydi, ha. O'zimni texnikamda o'rgataman. O'zim ham bitta narsaga xursand bo'laman. Eng muhimi, hijomadan keyin ham o'quvchilar, masalan, mana o'quv markazimga shunaqa insonlar keladi. Logopeddan xabari bor odamlar ham keladi. Sizni darsingizga kirib chiqadi-da, "Men logopedni bunaqa chuqurligini bilmovdim, zo'r o'rgatdilar, meni xabarim bor edi" deydilar. Men xursand bo'lib ketaman. Yaxshi ustoz tanlaganman deyman. Hijomangizga kelishadi, hijomachiman deydi. Darsingizda ko'raman, men bunaqa o'tirib beparvo o'tirib, savollar bersangiz javob bera olmayman. Makillab qolganlarni ko'raman, javob ber deb qo'yaman. Ko'raman-da, bu qiyin narsa. Ya'ni hamma o'zini idealiman deb biladi. Men ham aytaman, siz qaysidir o'quv kursiga boryapsizmi? Misol uchun men aytaman, o'quvchi bilan bordi. Siz misol uchun menga keldingiz, faqat meni texnikamni qilib natijaga chiqa olasiz deyman. Boshqa o'quv kursiga boryapsizmi? Meni hech qaysi texnikamni qo'llamasdan faqat o'sha texnikasini qilsangiz, qaysi usul foydaligini, qaysi ustoz qanaqa dars berishini bilasiz deyman. Sizlarga dars berib chiqishayotganda, berib chiqqanlardan keyin o'quvchilar bilan ko'proq suhbatda bo'laman, hammasi xursand. Logopedchilar ayniqsa logo darsdan keyin o'zini birinchi navbatda borib bolalar edi. Bolada muammo hammada bor-ku. O'sha tishiga qaramagan ekanman, unisiga qaramagan ekanman, bunisiga qaramagan ekan, boshqa narsa ekan. O'rgatgan mashqlaringiz, qilayotgan ishlaringiz ko'rib xursand bo'lishadi. Ularni chiqayotganini ko'rib men xursand bo'laman. Yaxshi ustoz qo'shibman deyman. Shunaqa bo'ladi. Bizda ishimizda qizlar har doim mendan anaqa darslarni tashlashadi, natija bo'lyapti, bo'lmayapti debdi. Bizda institutda o'qigan bilimlarimizda ikki xil massaj turi bor. Bunaqa deb o'rgatishadi. Unaqa chuqur bilimlar yo'q. Ko'pi amaliyot bilan, keyin malaka oshirish bilan, qo'shimcha kurslar bilan kelgan bilimlar. Shogirdlarimga shuni o'rgataman. Ko'pi o'zimda ishda qoladi. Bizda natija tez bo'ladi. Ayniqsa mana buzilish bo'lganda, artikulatsiyada, mushaklarda buzilish bo'lganda tez natijaga chiqishadi. Haligi apparatlaringizni olib keldilar, temirlaringiz bor o'sha narsada, to'g'ri? Endi men ko'rganman, tushunmayman. O'shalarni to'g'ri qo'llash ham kerak-da. Shunaqa bizga usul yoki aktivlashtiruvchi yoki bo'shashtiruvchi deb o'rgatishgan. Lekin men qizlarga, mana sizni ham qizlaringizga o'rgataman. Har bitta mushakni o'zini anaqasi pozitsiyasi bor. Balkim bamba mushakda boshqacha, orqa mushaklarda boshqacha bo'lishi mumkin. Kerakli joyga kerakli narsani qo'llaganda har doim natija bo'ladi. Shuni o'rgataman. To'g'ri qo'llanish. O'shani ko'p mutaxassislar bilmaydi. Bizning asosiy fishkamiz o'zi o'shanda-da. Hozir qarasam, tez relarni tez qo'yib yuborishadi, postanovka qilib yuborishadi zvuklarni. Voy, biz 2 oy yuruvdik, yarim yil yuruvdik, tez o'zgarish bo'ldi. Men aytaman, mana shu fishka bizda his qilib, to'g'ri massaj qilish juda ham yordam beradi. Ayniqsa mana natija gapiradi hamma joyda. Natija. Mana sizlarni masalan massajistkalarni nimasida talqinida qaraydigan bo'lsa, sizlarda qo'shimcha daromad qilishga ham zo'r imkoniyatda. Chunki shunaqa holatlar bo'ladi, bizga faqat massaj kerak deb kelishadi. Faqat logo massaj qilib qo'yinglar deyshadi-da. Chunki vrach shunaqa yozgan bo'ladi. Shunaqa holatlarda sizlarga qo'shimcha daromadda u. Masalan, bizda ham ba'zi markazlar bor, alohida pul oladi massaj uchun. Bizda unaqa emas, chunki biz programmada ishlaymiz, programmamizda bor. Lekin men har doim sizni
shogirdlarimizga ham aytaman, qo'shimcha pul ishlash uchun sizlarga bitta yana bonus anaqa imkon qilib berganlar. oliy toifali vrachlardan. Misol uchun mana shu joyda aytib ketishim kerak, hijoma darsligini yoki o'rganib olib o'zim dars bersam bo'lardi. Logo bilimmi, o'zim o'rganib olib dars bersam yoki men qaysidir o'quvchilarimga o'rgatib qo'yib dars ber desam bo'lardi. Lekin chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deyman. O'qishimiz sifati yo'qolmasin, o'qishimiz kачествоsi yo'qolmasin deb men harakat qilib faqat eng zo'rlarinigina ushlab qolishga harakat qilganman Alloh izni bilan. Shu natijaga erishganman. Natijam harakatim to'g'riligini mana vaqt davomida bilib olman. Sizlarda o'qib chiqayotgan o'quvchilarim уже natijasi bor. Даже manda o'qib chiqishadi, o'qib chiqishadi, logopedga yana qo'shimcha borgim kelyapti. Yo'qda deb sizga ketganlar bor, hijomaga qo'shilib sizga ketganlar bor. Sizlar o'zingizlar ham baribir qo'shimcha shogirdliklar olasizlar. Siz shogirdlaringiz manda kasbini o'zgartirib, mana bu yil institutda topshirib, mana yozda biz birinchi kurslarni o'tgan bo'lsak, o'zi o'sha institutga частныйga topshirib, manda ikkita qizlar o'qib chiqishdi уже, ishini topib ketganlar ham bor, endi ishlashga harakat qilayotganlar ham bor. Shunaqa holatlar ham bo'ldi, lekin shuni har doim aytaman, bizda baribir aytganingizdek chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Shu qizlar murojaat qilganda, agar oliy ma'lumotingiz bo'lmasa, bizning sohada men olmayman deb aytaman, ochiq aytaman. Chunki bizda baribir ba'ziviy bilimlar bo'lishi kerak. Bizda nimaga sohamizda oldin pedagogika, psixologiya o'rgatiladi. Bolani o'ziga bo'ysundira olish, darsni o'tishi, hammasi o'rgatib, keyin bizda spetsfanlar bo'ladi. Keyin baribir mana kontrakt to'lashadi, nechesnada biz baribir shu joylari ham bor. Shuning uchun ba'zilar shundoq olib ishlab ketsam deydi. Undan ko'ra mana xuddi anaqa narsada, ya'ni massajdan xabar yo'q onalar keladi-da, yoki massajni men o'quv kursimga kelib, shu $500 to'lamasam deb massajchiman-u, keyin men nima qilib kameraga olib o'rganay deydi. Bolasini qildirganini oladi. Qancha texnika bor, qancha tochka bor, noto'g'ri qilib qo'yibsan. Даже kelishadi o'quvchilar. Tan olib qo'yadiganlar bor, tan olmaydiganlar bor. Ba'zi bir massajchilar keladi, o'zi massajchi. Adasiga olaman, adasiga bundan olasiz bo'ldi, men nima qilib olinmaydi. 1 minut o'rnida adasi 30 minut massajni ko'rmaydi-yu deyman. Bola yig'lamayotgan bo'lsa deb. Ha 1 kun oldingiz, 10 kun olmaysiz bu narsani, men sizga anaqa emasman-ku deyman. Yoki kimdirlar keladi, o'quv kursimda tan olaman. Qo'shnilarimizda sizga bordim, massaj oldim, mana bolamni olib bordim, natija zo'r. Texnikasi qiyin emas, men tushunmay qoldim. O'zim borib turib bolamni qilib ko'rib bo'lmayapti dedi. Bor pul ketsa keta qolsin, borib o'rganaman degan o'quvchilar qancha. Tan oladigan bor, tan olmaydigan bor. Xuddi sizga o'xshash, sizda ham bo'ladi, hijomachi, logopedchilar chaqirib o'rganadigan narsa bor, lekin bu befoyda. Baribir o'qish kerak, o'zini sir sinoati ishlari bo'ladi. Men o'zim ham massaj kursida o'qiganman-da. Lekin biz o'sha paytda yoshligimda o'qiganmiz, bunaqa chuqur o'rganmasdik. Men xursand bo'laman, mana sizni kuzatib xursand bo'laman. Zo'r imkoniyat qilib beryapsiz, masalan, o'sha institutga ko'rib dars jarayoni bilasizmi, olib chiqib ko'rsatolmayman yoritib. Agar ko'rishsa qani edi? Bilimlar zo'r. Keyin eng xursand bo'ladiganim onalar, masalan, ko'pchilik institutga kira olmaydi-ku, shularga bitta kasb hunarda, o'ziga pul topish uchun, farzandiga qilish uchun. Keyin mana oxirgi marta dars o'tganimda qizlar xursand, erimga qilib qo'ydim, qaynonamga qilib qo'ydim, uydagilar davolniy deyishyapti. Eng muhim o'sha oilada qanaqadir bir-biriga qildim degan joylarini ham eshitdim. Kelguncha mashq qildik, ish qilib tillaring uzun bo'lib qolmasin dedi o'zim. O'sha ham oilasida siz muhitni ham yaxshiroq va anaqaga energiya bo'lishiga sababchi bo'lasizda. Men kuzatib turaman-da. Maladesda Nargiza deb qo'yaman. Zo'r, xayrli ish qiladi. Rahmat katta. Alloh har doim yuzingizni yorug' qilsin shunaqa. Rahmat. Xayrli qilsin. Oldi insonlardan qilsin. Rahmat. Hijomada enuresni davolasa bo'ladimi? Enuresni tochkalari bormi? Enures hozirgi paytda ko'p bolalarimiz o'zini peshobini usholmaydigan holatlari bor. Shu narsa haqida tushuncha berib ketsangiz. Enuresga hijoma rosa zo'r yordam beradi. Natijalar bor, alhamdulillah. Biza hattoki o'sha enuresga massaj orqali ham zo'r ta'sir qiladi-da. Chunki umurtqa pog'onida aynan shu siqilib qolgan nerv tomirlarni ochib ham yordam beramiz. Xuddi shunaqa. Va hijoma bilan u narsa yana ham
yaxshilanadi. chunki man aytaman onajonlarga NRS lecheniya qilishayotgan paytda oxirgi chorasida borib rentgen qildirib kelishadi, MRT qildirib kelishadida, o'sha imенно qattiq ko'ryapsa umurtqani ko'rsatdi deydi. Umurtqada nima bor desa nerv tomir deydi. Oyisi man sizga aytdim, bola siyib qo'yish holatlari bormi, NRS holatlari bormi desam, aytishgan shu NRS holatlari bormi desam, tan olishmaydi bir xilda. Massaj uchun katta yordam berish o'rni bor. O'sha siqib qolgan nervlarni qo'yib yuboradi, spazmlarni hijomida qo'yib yuboriladi. O'sha umurtqa bilan ishlanadi-da asosan. Massaj, hijoma, osteopatlik juda ham yaxshi yordam beradi. Shu insul bo'lgan bolalarga ham yaxshi yordam beradi. Anaqa hijoma. Hozirgi paytda bolalar orasida insul ko'paydi. Bu narsa bo'yicha ham hijomani o'rni katta, sizga yo'llantiraman, ko'pchilikga olib ko'ring deyman. Olganlar hammasi xursand, zo'r bo'ldi. Chunki oyog'ini uchini qo'ya olmayotgan bolalarda o'sha hijoma qilgandan keyin men aytaman 10 kunlik massaj deyman. Massajdan keyin yana kelasiz 3 kun o'tkazib deyman. Onalar aytadi, bitta oyog'ini sudrab yurardi, ancha bosishi boshladi, ko'tarilishi boshladi deydi. Endi hammasi ixlos. Bunga nima mehnat. Xudo xolisa hammasini birlashtirsanglar, nuqtalar bilan ishlash. o'quv kurslarimda o'qishsa, inshaalloh shu natijalarni ola olasiz. Mana logoped, defektologga o'xshab bolalarni harfini chiqarishiga, so'z ohangini rivojlanishiga katta yordam berasiz. Hijomaga o'xshab qanchadan qancha bolalar shifo topishiga yordam berasiz. Buni hammasi mani o'quv kursimda birlashgan deydi. Alloh xayrli qilsin. Men bilan ishlayotganingizdan xursandman. Sizlarni kelganligiga avvalambor rahmat aytaman. Suhbatingiz uchun kattakon rahmat. Avvalambor mana onalarga juda полезный bo'ldi bu suhbat. Qayerqa kimga hijoma qidiryapti, logoped, defektolog qidiryaptiganlarga juda kerakli informatsiya bo'ldi va bularning hammasini ma'lumotni opisiyanida qoldiramiz. Bularning stranichkalari, telefon nomerligi, farzandingizga, o'zingizga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Meni o'quv kursimda nega aynan bu vrachlarni dars berishini o'zingiz uchun bilib oldinglar. Alloh xayrli qilsin. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, rozi bo'linglar. Rahmat kattakon.